Assalamu alaikum bütün dünyadaki Uygurlarım, yaxşımsızlar. Ben bugün sizlerge vatandaki Uygurlarımga barakallah degan temada söz qilmoqchi. Hammalar bilgandek, tajovuzchi kommunist Xitoylar yillardan beri vatanimizda zulmini davom qilyapti. Ana shunda bo'lsa-mu, tajovuzchi Xitoyning shu qadar kara dushmanchiligi bo'lsa-mu, ammo bugungi kunda Uygurlarimiz o'zininki mavjudligini saqlab qolib, har sohada iqtidorli Uyg'ur yoshlari yetishib chiqyapti. Yakında qaraydigan bo'lsak, mana shu vatanninki futbol komandasida, ya'ni Jungo futbol komandasiga ichiga kirgan 5 tane Uyg'ur azmatlarimiz var. Bular bo'lsa Jungo komandasininki eng ilg'or azmatlari qarindoshlar. Inshaalloh vatanimiz Sharq Turkiston mustaqil bo'lgan bo'lsa edi, mana shu 5 o'g'il bolning yaniga 7 tane yana Uyg'ur o'g'il bolni qatqan bo'lsak, inshaalloh bizning Uyg'ur Sharq Turkiston komandamiz balki dunyodagi eng az 3 dan ichiga kirgan bo'ladi. Lekin şu 5 tane Uyg'urning ichida şu yaramaz, manqa, lümlüm, tasma 6 tane Xitoy bo'lganligi uchun yana şu Jungo'ning atalmış Jungo'ning komandasi natijaga erisholmayapti. Ammo şu 5 Uyg'urning sayesinde ma'lum darajada g'alabalari qo'lga kelyapti. Ham shunga o'xshash qarindoshlarimiz vatanimizdagi boksur musobaqalari bo'lsin. Men ondan boshqa gar musobaqasi bo'lsin. Hamma sohada Uyg'urlar bugun o'zining iqtidorini joriy qilyapti. Ya'ni bütün atalmış Jungo deyotgan shu Jungodagi ilg'or eng oldin menayotganlar yanalar har xil sohada Uyg'urlar bo'lyapti. Buning hammani sanab tugatmaymiz albatta. Demek vatandagi ota-onalar o'zining avlodlarini bir-biridan yaxshi tarbiyalayapti. Hem vatanimizda tajovuzchi Xitoylar xalqimizni bulg'ash uchun, betchivozlarga o'xshash, yechi qizlarga o'xshash, hem buzuq qizlarni tashviqot qilib xalqimizni buzish tirisimi, yani şu vatandagi xalqimiz şu betchivozlarga, şu buzuqchilik, şu meynachiliklarga, şu haraq bilan, oq bilan, tamaki bilan insonni bulg'aydigan ishlarga xalqimiz oshkora qarshi chiqib, to'plarda so'z qilyapti. Mana buni biz yiroqdan bo'lsa-mu kuzatib turyapmiz. Amaliyoti chet elda-chi? Chet elda Uyg'urlarimiz, vatandagi Uyg'urlarchilik yuraklik bulanmayapmiz. Yani şu yüreklik xalqimiz vatandagi Uyg'urlarning ishidan chiqyapti. Şu noyaxshilikka, şu haramga, şu yomanga, şu gunohga vatandagi Uyg'ur yoshlarimiz qarshi chiqyapti. Ammo chet eldagi Uyg'urlarimiz yana qo'rqib yashayapmiz. Ey suyumli xalqimiz, chet eldagi Uyg'urlarimiz, vatandagi Uyg'urlarimizchilik bo'lsa-mu, jasoratli bo'laylik, yuraklik bo'laylik. Tirişayli. İnşallah biz üzümüzün aslını qo'g'dab qoladi ekanmiz. Üzümüzün aslını qo'g'digan vaqtimizda chuqum vatanimizni qurib chiqalaymiz. Necha milliard nüfusning ichidagi şu tajovuzchi kafir ichiga elavagan şu xalqimiz 40 milyon nüfusda bo'lsa-mu, ammo lekin xuddi 40 milyard nüfusdek kommunist Xitoyning bütün avlodlaridan oldiga besib tushib iqtidorli qo'latiq qarindoshlar. Hamma sohada Uyg'ur yoshlarimiz kommunist Xitoylarni besib chiqyapti. Hatta ki bugünkü teraqqiyotning biri bo'lgan, ya'ni mashina odam yasashdimi, bir Uyg'ur yosh bütün dünyada oldin qatorda menyapti. Tajovuzchi kommunist Xitoylar bizning hayotimizdan foydalangan bo'lsa, hatto ulgumizdan foydalangan bo'lsa, avlodlarimizniki ham turmada yashqan begunoh qarindoshlarimizniki organlarini, a'zolarini sotgan bo'lsa, ammo qarindoshlarimizdan, yoshlarimizdanmi foydalanyapti. Ya'ni bizning yoshlarimizni har xil sohada, futbol, tantarbiya har sohada ish qilib yaşlarımızın iqtidoridan foydalanib, amaliyotchi Jungo'ning itiborini, ya'ni şu atalmış Jungo'ning itiborini yuqori ko'taryapti. Ammo o'sha bütün dünya shuni biladiki, Uyg'urlarningki hamma soat oldin menayotganligini bütün dünya ko'ryapti. Shuning uchun qarindoshlar, bizning millatimizda albatta umid bor. Ammo chet ellik Uyg'urlarimiz-chi? Chet elda albatta iqtidorli hamma soat Uyg'urlarimiz chiqyapti, chiqmayapti emas. Ba'zi davlatlarda Uyg'urlar milletvekili bo'ldi. Bazı sahalarda Uyg'urlarimiz, avlodlarimiz o'zining iqtidorini joriy qilyapti. Ammo lekin bu yetarli emas. Chunki biz erkin davlat yashayapmiz. Bir erkin davlat turib, ichimizdan iqtidorli kishilarning sonining ko'p chiqmasligi bizning qalbimizni albatta uzadi. Vatanimizda shu qadar besim, shu qadar zulm turibmi? Nechisining onasi, dadasi turimi turg'liq, nechisining ota-onasi urug' tuqqanlar shehid bo'lib ketganlik, nechalarning ota-onasi urug' tuqqanlar yo'qolib ketganlik, nechalarning ota-onasi urug' tuqqanlar chet elda vatan qaytanmoqlik. Mana mushundaq avval ostidami vatanimizning iqtidorli Uyg'urlarning chiqishi bu bir mo'jiza qarindoshlar. Ammo chet elda shu qadar erkinlik turib, şu kadar özgürlük durup avlodlarimizni yeterli derece terbiyelenmesek bu biz için en çok musibet qarindoshlar.
Misal yakında Kazakıstan'da dünya olimpiyatı birinci olan yani şu Uygur yaşadı. Şunandaki Rusya'da mı futbolda mı dünyada yani Rusya koşu en yaxşı oynaydıgan yani şu Uygur yaş. Ama bu erkin dünyadaki bu kişilerin sanının az oluşu bizim kalbimiz özünü kırımdaşlar. Tarihten bu yan Uygur milleti ecdatlarımız dünyanın aldırımına kelgen. Bunu ne çıkartım dedik. Uygur devlet kurgan vaktimizde, Karakallı devlet vaktida hem onun aldı keyrede Uygurlar medeniyette, marifte, sanatta, güzel sanatta hem sahada hem onun aldırımına kelgen. Dünyadaki tötçüm keşfiyatının ikisini kaygısızlıktan ibaret, doktorluktan ibaret bu keşfiyatını Uygurlar tadqiq qilgan, icat qilgan. Hem Uygurlar tuncu bulab şehirleşken, Uygurlar tuncu bulab mektep kurgan, tuncu bulab yazıqlığını icat qilgan. Mana bütün dünya haritasını sızgan yani şu Uygur Mahmud Kaşgari'de kırımdaşlar. Tuncu bulab Türkiye milletlerinde İslami devlet kurgan mı? Yani Sultan Uçuk Buraxandaki Karakallı İslam Uygur devleti de kırımdaşlar. Tuncu bulab Uygur'dan bilen devlet kurgan, milliden bilen devlet kurgan mı? Yani miladiden burun Uygur devlet kurgan mı? Yani biz Uygurlarıydık kırımdaşlar. Mana şunun qaraydigan bolsak, biz texidimi çömüş qila alaymiz. Biz vatanimizni mustaqil qilish uyaqda olsun, balki bizga o'xshash zulm ichidagi boshqa davlatlarni inshaalloh qutqiza olamiz. Biz mustaqil bo'lsak, qisqagina vaqtning ichida dunyodagi eng taraqqiy qilgan, eng kuchli bir davlatga aylana olamiz. Bizning zamin boyligimizning mo'lligi, vatanimizning jo'grafiyalik o'rnining intayin yaxshi ekanligi, xalqimizning aqlliq va zirakligi bizningki dunyoning oldini minishimizga yetib eshib qoladi qarindoshlar. İqtisadi cihetten, ilmi cihetten, hamma cihetten bizim halkımız inşallah oldun katana mağalaydı. Komünist Xitayning bu kadar zulmü, besim kılışı, yo'qotishi, taraqqiyotimizni cheklashi, chet eldimi bizni nafas aldırmasligi, bizlarga to'sqinlik qilishi. Mana mushundaq bo'lsa-mu biz ham tirishib oldi qarab ketib boramiz qarindoshlar. Biz boshqa millatdek ve başka devletdek erkin bir holat yaşagan bir millet bo'lgan bo'lsa edik, albatta biz dunyoning oldida bo'lgan bo'lardik. İnşallah yılın bundan keyin bo'lamiz. Shuning uchun Allohdan umidni uzmaymiz, tirishimiz. Biz chuqum o'zimizning borlig'ini butun dunyoga ko'rsatib qo'yamiz. Alloh xolasa. Shuning uchun chet ellik Uyg'urlarga deydiganimiz tirishayli. Bizning qusqimizda nurg'unlagan güzel istekler var. Nurg'un güzel arzular var. Mana bu arzu bo'ladi ekan, inshaalloh buni amaliyleştirimiz. İnşallah bunu yaşayımız, evlatlarımızla yaşatımız. Allah xolasa bizim evlatlarımız xuddi ecdatlarımızga o'xshash dünyanın oldida mangadigan eng yaxshi yaramliq evlatlardan bo'ladi inşallah. Bunu hiç kim bunu inkar qilolmaydi. Hatta komünist tajovuz Xitoylarmi Uyg'urlarning iqtidorini inkar qilolmaydi. Uyg'urlarning iqtidorini komünist Xitoy bilmasa edi, bizim ana tilimizni cheklamagan bo'ladi. Bizningki dinimizni cheklamagan bo'ladi. Bizning iqtisodlik boylarimizni sulab pullarga musodir qilmagan bo'ladi. Chet eldagi nurg'unlagan Uyg'urlarning vatanga berishini cheklamagan bo'ladi. Va shunga o'xshash bizningki ichimizdagi iqtidorli olim, ulamo, ziyolilarni shehid qilib turmga tashlamagan bo'ladi. Komünist Xitoy bizning millatniki ne kadar iqtidorli, ne kadar ilmli, ne kadar kuchli, ne kadar irodali millat ekanligimizni bilganlik uchun komünist Xitoy bizni yo'q qilishga tirishayotadi. Ammo lekin biz o'zimizni dushmanimizchilik tunayanmatimiz qarindoshlar. Düşmanımızı tunuğan vaktimizde düşmanımızı yok kıla alayımız. Üzümüzü tunuğan vaktida üzümüzü bar kıla alayımız. Ama düşmanımızçılık üzümüzü tunumazlıkımız hem düşmanımızı tunumazlıkımız bizim vatanımızı kutquzishimizga oldimizda tam bo'ladir qarindoshlar. Shuning uchun biz düşmanımızı yaxshi tunayli ve üzümüzü yaxshi tunayli. Üzün tunuğan Rabbim tunaydi deydi. Biz üzümüzü haqiqiy tunuğan vaktimizde Rabbimizni tunaya alayımız. İnşallah dünya ahiret baxtimizni topa alayımız. Söz değilsek intayin gap köp, sözümde şunda kıskartamayın qarindoshlar. Üzümün güzel arzularından birisini sizlarga deb qo'ymoqchi. İnşallah biz bundan keyin chet elda bo'lsa-mu, Uyg'urlarimizni birlikka keltiradigan bir Uyg'ur yesemas hatta Uyg'ur shahar qurishning muhim ekanligini tunib ketdik qarindoshlar. Buning uchun iqtisod lozim. Qozog'iston, O'rta Osiyo, Qirg'iziston, O'zbekistondan nurg'unlagan Uyg'urlar var. Qirg'izistondan nurg'unlagan Uyg'urlar var qarindoshlar. Turkiyada var, Yevropada var. Bütün Uyg'urlarning bir markazlashgan bir shaharni qurib chiqishimiz. İnşallah vatandagi Qashqarda, Hetkada, Otishdan mas'ulotlarni namoz o'qiyamagan bo'lsak, şu Hetkaga o'xshash bir jamiyani selishimiz, şu jamining atrofiga uylarni selib, tepida Uyg'urlar o'tirishi, ostida Uyg'urlarning bozori bo'lishi, ham shu yerda Uyg'urlarning maktabi, madrasa, universitet bo'lishi intayin muhim qarindoshlar. Biz bugun bunu qila olamiz. Chet elda 5 millionga yaqin Uyg'urlar var, eng az qarindoshlar. Biz iqtisodlarimiz,
iqtidarlıqlarımız, mana bu şu hemmimiz bir yerge toplangan vaqtimizda inşallah biz yaşayotgan devletimizde içimizden texidilmeyecek şehir başlıklarını, hatta yezi başlıklarını, hatta içimizde meyli futbol komandası kuraylı, meyli bir sanat ümet kuraylı, meyli şu Uygur'un ki ana mektubunu, üniversitesini kuraylı. Neymiş ki saklaylı şu şehirde, şu devlette küçümüz oldu kardeşler. İnşallah biz özümüzün küçük işe salarlığa vaktimizde, mana bu şu vaxtıda bütün dünya bizge dikkat kılmay kalmaydı. Bütün dünya bizge destek vermeye kalmaydı. Kömürüz Xitayga düşmeye boğan her kimizge destek verdi kardeşler. Uygurlarning ana shu chaqda ordusi bo'ladi. Sizlar bilgandek chet elda yetimlarimiz ko'payib ketdi. Butun dunyoda har millatning yetimlar maktabi bor, ammo bechora Uyg'urlarning yetimlar maktabi yo'q. Ha? Vatanimizda nurg'unlagan ota-onalar shehid bo'ldi. Chet elda yetim bolalar sargardon bo'lib o'tirdi. Hatto uningdan boshqa davlatlardami, Suriyada, Afg'onistonda, u yer bu yerda ota-ona shehid bo'lib, bolalari yetim qoldi qarindoshlar. Şu yetimlerninki igisi sizlar bilan biz ata-onasi emasmi? Mana bu shular uchun bir yetim yesirlar maktab qurish, mana bu shu avlodlarni vatanni qutqizgan bir avlod qilib yetishtirish hammamizning majburiyati qarindoshlar. Vatanning ichida turib Nurtay Hojimdek bir saxovatchi boy yetim yesirlar maktab qurgan, necha minglagan bolalarni o'qitib tarbiyalagan, ham ularni iqtidorli qilib tarbiyalagan edi. Ammo kommunist Xitoy shehid qilib o'tdi. Acaba chet elda Nurtay Hojimdek bir tal boy chiqmasmi? Vatanning ishini buni qiladigan bir jasoratlik boy acaba chet elda yo'qmi? Albatta. Nurtay Hojimning madadchisi boylar bor. Inshaalloh bular kuchimizni ishga solaylik qarindoshlar. Biz chet elda ushaq ishlarni qilmaylik. Cho'ng ishlarni qilishimiz kerak. Chunki biz millat cho'ng ish qilishga yaraymiz. Kichik ishlarni har qanday odam qila oladi. Inshaalloh biz cho'ng ishlarni qilgan vaqtimizda butun dunyo bizga destek beradi. Adette biz Tibet eşi kafirçilik bulanmasak bu biz için bir nomus karındaşlar. 90'ı çeker kır reisini şunda qoğdap, bütün iqtisadi bilen destek verip, hatta şularının 5000 kişilik ordusu, hem şularının pasportu, hatta halkara nece devlet tunuyduğun hükümeti var karındaşlar. Bizim o halkımız şu bir reisi tunuğan vaxtıda, bir reis ergeçken vaxtıda, reisimizden ve biz halkımızdan kadir kıymeti yetken vaxtımızda, bütün dünya hani bizden şunda kollaydı, bütün dünya bize destek veriyordu, bütün dünyada bizim gücümüz olurdu. Üzümüzdeki Uygur Şarkı Türkistan milli ordumuz olsa bütün dünyaya üzerinki müstakillik bir ordu ekanligini, komünist Xitoyga qarshi ekanligini, vatan qurishdan boshqa arzusi yo'q ekanligini, Xitoydan boshqa dushman yo'q ekanligini bütün dunyoga jakarlagan vaqtida bütün dünya cho'qim bizga destek vermay qolmaydi. Shuning uchun deydiganim qarindoshlar, aqlga ishorat nadan javoldiriz. Bu şu gepim bütün dünyaya yeterlik deb o'ylayman. Bütün xalqimning va birlik barobarlik ichida vatanimizning mustaqillik uchun tayyor turishga da'vat qilaman. İnşallah yaqinda balki 2030-35 kun bo'lmay vatanimiz mustaqil bo'lishi mumkin. Xitoy tajovuzchi kafirlar parchasini chiqarmay o'tadi. Mana bu shu vaqtida vatanimizni qo'limizga erishimiz kerak. Mana shu chaqda yanamiz iqtidorli yoshlarimiz, cho'nglarimiz, ya'ni oqsoqollarimiz bo'lish kerak. Kız olsun, ayal olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, kırı olsun, vatanımızı müstakil kılaman deydiğen ideya kallıdı olsun. İnşallah vatanımız müstakil olsa, vatanda kırındaşlar olan birleşeyle, kuşaklaşaylı, vatanımızın topraklarını suyaylı, vatanımızda yaşaylı, vatanımızda birlikte güllendireyli. Allah bize bir gün olsun burun, vatanımızdaki şu türüme layık eden kırındaşlarını kutkazgılı, vatanımızda ezan okuğulu, namaz kıygılı, üniversite mekteplerini silip, bütün dünyanın aldırmangan bir Uygur devlet kurğunu nasip etsin. Bütün dünyadaki Uygurlarımın bunu anlagan deyken yaktı sana takip koşanlarını umut kılaman. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.